Bayramda talabalar respublikamizning har bir hududi kesimida alohida guruhlarga bo'lingan holda o'ziga xos milliy urf-odatlar, viloyatlarga xos bo'lgan tansiq taomlar va hunarmandchilik mahsulotlarini namoyish etdilar. Har bir burchakda O'zbekistonning rang-barang madaniyati, voha-yu vodiyning betakror an'analari aks etdi. Bayramga qanaqa milliy taomlar tayyorladingiz? Biz yerda chikarnan, biz yerda qilinadigan jo'yri gurtuk bor. Ol jo'yri uni hamda biday uni bilan aralashtirib, go'sht bilan qilinadi. Hamda biz yerda qo'shimcha ya'ni shelpek, bo'rsoq turlarimiz bor. Bo'rsoqlardan qudag'ay bo'rsoq, ham shi bo'rsoqlarimiz bor. Qudag'ay bo'rsoq quda tarafga qilinadigan chikarg'i bo'rsoq turlari, hamda shelpeklarimiz bor. Hamda biz yerdagi chikarg'i ijan hamda taxan bor. Taxan bu qurtilgan nanda, ya'ni nanda yezilmasi, ijan esa biz yerdagi gunjimining nanning yezilmasi bo'lib hisoblanadi. Bu qattiq mazali ham emas, qattiq yaxshi ham emas, ya'ni to'yimli bo'lib hisoblanadi. Biz Samarqandning milliy urf-odatlari, milliy taomlarini yoritmoqdamiz. Endi biz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hammasidan eng birinchi bizda non qadrlanadi, noni, oshi, shuningdek Samarqand holvalari bilan Samarqand ajralib turadi. Samarqand o'zining tarixiy obidalari, me'moriy obidalari bilan ajralib turadi. Ya'ni eng turizm rivojlangan viloyatlardan biri desak ham bo'ladi. Ipakchilik bilan shug'ullanadi, qizlari ham o'sha ipak matolardan kiyim kiyishadi. Bayramdan muborak bo'lsin. Rahmat. Tayyorgarlik qanaqa bo'ldi bayramga? Zo'r, qimmat, zavqli bo'ldi. Bugun qaysi viloyatda sizlar yoritib chiqyapsizlar milliy urf-odatlarni? Qashqadaryo viloyatini yoritib chiqmoqdamiz. Aynan Qashqadaryo viloyatining boshqa viloyatlar bilan farqli jihati qanaqa ekan? Qashqadaryo viloyatini taomlarida farq qilishi mumkin. Tandir go'shtlari bor, milliy qatlamalari bor, milliy oshlari bor. Shularni keyin boshqa viloyatlardan farq qilib olsak bo'ladi. Bizning fakultetimizga, demak, Jizzax viloyatini qadriyatlari, urf-odatlari, tansiq taomlari tushgan. Mana biz qo'ldan kelgancha shu Jizzax viloyatini gavdalantirdik, qadriyatlarini. Mana biz hozir demak sahnada Jizzaxda qadriyatlarni namoyish qildik. Ya'ni bu yerda folklor o'yinlari bo'ldi, chillak o'yini bo'ldi, folklor boshqa qismlari bo'ldi. Juda ham yaxshi, demak, mehmonlar tomonidan qarshi olindi. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyatlar bugungi kunda juda a'lo darajada. Bayramdan muborak bo'lsin. Rahmat katta. Qaysi viloyatni yorityapsizlar sizlar? Biz bugun tarixiy ahamiyati boy bo'lgan Farg'ona viloyatini yoritmoqdamiz. Har bitta bezaklari qo'lda ishlov berilganligi sababli bu qo'l mehnati juda butun dunyoda qadrlanadi. Shuni hisobiga ham Farg'onaning kulolchilik namunalarini biz yoritmoqdamiz. Aynan kulolchilik namunalarida anor ko'proq ko'zimizga tashlandi. Anor alohida ahamiyatga o'rin tutadi. Farg'ona vodiysida anorsor bog'lari juda ko'p. Anorning ramziy ma'nosi to'qlik, serfarzand, serdavlat hamda serdaromadlik ramzi hisoblanadi. Turli xil viloyatlardan kelgan talabalar o'zlarining urf-odatlari bilan bir-biri bilan o'rtoqlashadi. Birinchidan, ikkinchidan ular do'stlashadi. Uchinchidan, qizlarimizni hayotga tayyorlash, mana sumalak sayli, bahor taomlarini tayyorlash, ijodiy konkursi kabi bir qancha ijodiy konkurslar bo'lyapti. Bu birinchidan bahorni uyg'onishida talabalarimizga bir ijodiy kuch bag'ishlaydi. Pedagoglarimiz mana juda ko'p sonli talabalarimiz kelgan va qolaversa ijodiy guruhlar o'rtasida ijodiy raqslar, she'r, ashulalar, har xil mana shu rassomlik, boshqa bir qancha o'zlarining mahsulotlari bilan ko'rsatyapti. Men o'ylayman, faqatgina kasbiy bilim emas, balki bu hayotga tayyorlashda ham juda ham katta bir zavq bag'ishlaydi. Talabalik bahori ko'rik-tanlovida talabalar folklor chiqishlari, milliy qo'shiqlar va raqslar orqali o'z istidodlarini namoyish etdilar. Sahnada xalqimizning unutilmas an'analari, o'lan va laparlari namoyon bo'ldi. Rassomchilik yo'nalishida esa bahor tarovatini mo'yqalam yordamida jonlantirib, o'z ijodiy mahoratlarini ko'rsatishdi. Navro'z yangilanish, mehr-oqibat milliy qadriyatlarimiz timsoli. Bugungi tadbirda talabalarning ishtiroki bayramga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Bu kabi tadbirlar yoshlarni milliy an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zokir Mo'minov, Avazbek Sadullayev bugun dastur uchun.